Menga qara, pensiyangni bugunoq hal qil. Bugundan qolmasin. Qara lekin, keyin o'zingga qiyin bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Shu yerdami haligi? Ha, shu yerda, Mardikor bozorimi? Shu yerda, to'g'ri topib keldingiz. Ha, nima deyatuvdim? Pensiya haqida. Esimga tushdi. Sen bunday qilgin. Vaqtni ketkazmasdan pensiyangni tez to'g'rila. Hozir pensiyalar ancha oshgan menimcha. Hujjat qilishga ham qancha vaqt ketsa kerak? Yo'q, bir pasda to'g'rilab berishadi. Shuni tezroq o'zing hal qil, xo'pmi? Agar pensiyangni to'g'rilasang, oshgan hisobda olasan. Aprelda hamma pensiyalar 7% ga oshdi. Yo'q, muncha yaxshi. Agar ering urush qatnashchisi bo'lganda bormi? 3 milliondan oshiq olardi. Hey, yo'q, erim hali yosh. Urushga bormagan. Endi deyman-da. Meni dadam 3 million 269 ming olardi. Voy. Sen qayerdan bilasan? Dadam bo'lgandan keyin bilaman-da. To'xta! Mashina. Ketdik. Ey! Assalomu alaykum, xo'jayin, xo'sh. Qanaqa ish bor? Lebbo ishni qilamiz, hamma ishni qilamiz. Mashinangizni yuvish kerakmi? Hozir bajaramiz. Menga qarang, bizni qo'limizdan hamma ish keladi. Og'ir ishlaysizmi? Charchamayapsizlar? Kerakmi? O'rtacha ishlaysizmi? U ishlarni Hammasini ham boplab tashlaymiz. qilamiz. O'zi nima ish bor edi? Ha? Yaxshi git. Sizga gapiryapmiz. Menga opa anoks kerak edi. Iloji bo'lsa chaqirib bera olmaysizlarmi? Ana ulola qizg'aldimi? Haligi og'ir ishlarga yaramaydi u Ish qiz. qila olmaydi. Kechirasiz, menga qaraverasizmi? Menmi? Tavba. Ha, siz. Yur, Kichkin bizga sinib emas ochkisiz qogir. Yur. Bu kerak Yur, shekilli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Maqsadga o'taman.